Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Bugün sözlemoqchi bo'lganimiz Nafahat Ramadaniye. Yani Ramazan xushbo'y hidlari dersimizning 5. dersi Menhecü't Tedebbür dersinin tehayyürül kelime degan mavzusiga keldik. Endi biz bunundan ilgirki derslerde Kur'an-ı Kerimni nazil qilishdagi asosiy maqsad Kur'an-ı Kerimni tadabbur qilish. Kur'an-ı Kerimni tadabbur qilishning nima ekanligini, Kur'an-ı Kerimni tadabbur qilishdan qanday foyda chiqadiganligini so'zlab kelib, undan keyin Kur'an-ı Kerimni tadabbur qilish uslublari degan yer kelib, Kur'an-ı Kerimni tadabbur qilish uslublarining 5 xil usuli bor. Birinci xil usulini oldingi darsda so'zlab o'tgan edik. Endi bugun ikkinchi xil usulni so'zlab o'tamiz. Biz 5 tane savolni qo'ygan edik. 5 savol. 5 savolning birinchi savolini qo'yib bo'lgan, endi bugun ikkinchi savolni qo'yamiz. O ikkinchi savol bo'lsa, tahayyürül kelime degan nima? Ya'ni Qur'on-i Karimda biz birinchi savolda Qur'on-i Karimning so'zliklarining ma'nosi degan nima deganni tushuntirib o'tgan. Endi Qur'on-i Kerimdagi so'zliklarni tanlash, yani bir muncha so'zlarning ichidan u so'zni tanlamay, bu so'zni tanlamay faqat ma'u so'zni tanlash nima sababdan shu so'z tanlanadi degan mushaqda to'xtalib o'tamiz. Endi bütün olamniki qurilmasi bilan Qur'on-i Kerimning qurilmasiniki o'tirisida intayin o'xshaydigan bir tarafi bor. Yani hamma olam, hamma mavjudot Allah Teala belgilagan miqdor bo'yicha intayin inchki hisob bilan harakat qiladi. O hisobdan tashqari chiqmaydi, o hisobdan ziyodalab ketmaydi, kamlab ketmaydi. Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Veş-şemsu tecri li mustaqarrin laha." Yani kun mu Allah Teala aş belgilab qo'ygan qara belgileme uchun to'xtamasdan minib turdi. Ay mı biz belgilagan manzillarda turib deb Allah Teala her biri biz belgilagan belgileme miqdor bo'yicha ma'lumot undan ziyoda bo'lib qolmaydi, kamlab qolmaydi, eshib ketmaydi. To'xtab qolmaydi. Allah Teala qanday belgilagan bo'lsa, shu belgileme, shu ritm bo'yicha ma'lumot deydi. Agar şu mevcudatlardan bir mevcudat, bir cisim Allah Teala belgilagan belgileme bo'yicha ma'lumot agar shunda xilaf qilib qoladi ekan, bu dunyoning, bu mevcudat, bu olamning bütün nimaları buzib ketadi. Ritmi, tertibi buzib ketadi. Agar kun Allah Teala siz kun 24 saatlik bir aylanib bo'lsangiz mesela kunni Allah Teala siz bunda mаңасыз, yer şarını bunda cho'gilisiz, ayni bunda mаңасыз deb belgilagan bo'lsa, agar u shunda bir sekund kechikib qolsa yo bir sekund badiyim bo'lib qolib qolsa, dunyoning tartibi buzib ketadi. Yani xuddi shuningdek Qur'on-i Kerimning nizomi shundoq. Allah Teala Qur'on-i Kerimni shundoq o'zi ratlab, tartiblab tizgan yipqa uncha marvoyatni tizgandek Allah Teala tizgan. Mushu tartibdan agarda shundoq tartib buzib ketadigan bo'lsa, bu Qur'on-i Kerim tartibini buzib ketadi. Ya'ni u Allah Teala qo'ygan tartib shu eng to'g'ri, eng muhim bo'lgan, eng to'g'ri bo'lgan tartib shu. Allah Teala har bir so'zni bir o'rinni tanlagan bo'lsa, shu so'z eng yaxshi so'z, u so'zdan boshqasi u so'z o'rindigan rolni o'ynayolmaydi. Endi biz bu meselede 3 tane misal keltiramiz. 3 misal keltiramiz. Birinci misal olsa Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes Tekâthür suresinde nima deydi? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Elhâkumut tekâthür hatta zurtumul maqabir. Anladın? Deydi Allah Teala. Yani sizlarni
urug' tuqqanlar bilan, nasablar bilan, mol dunyoniki shu narsalarning ko'pligi bilan faxrlanish, o'zaro faxrlanish sizlarni koshilik qilib qo'ydi. Alloh taologa ibodat qilish, Alloh taologa tavba qilish to'g'ri bo'lmasdan sizlarni koshilik qilib qo'ydi. Hatta zurtumul maqabir. Toki sizlar shu faxrlanish, shu o'zaro baslashish, shu faxrlanish bilan sizlar toki qabrlarga ziyorat qilib qolgan. Ya'ni ulab ketib qabrga ziyorat qilib qolgan. Sizlar ta qabrga ziyoratga ketib bo'lguncha u koshilik bo'lishinglardan, u shug'ul mashg'ulliklardan to'xtamadinglar, Alloh taolo tavba qilmadinglar, qaytmadinglar demoqchimdi. Endi bu yerga shohid bizniki misol qilmoqchi demoqchi bo'lgan so'zimiz bo'lsa, Alloh taolaning hatta zurtumul maqabir, ya'ni qabrlarni ziyorat qilgan qadar degan so'z. Endi Qur'on Karim bizniki olimi barzaxga kelishimizni ziyorat deb atab qo'ydi. Alloh taolo bizniki bu qabrga kelishimizni undan boshqa so'zlar bilan keltiraylikdi. Masalan, hatta zurtumul maqabirni, hatta dakhaltumul maqabirni qabrga kirganga qadar yoki qabrda yotganga qadar yoki o'lganga qadar, ulab qabrga kirganga qadar degandek har xil so'zlarni Alloh taolo ishlataylikdi. O so'zlarni ishlatmaymiz, ziyorat qilgan qadar, qabrlarni ziyorat qilgan qadar degan ziyorat degan bir so'zni ishlatib qo'ydi bu yerda. Hammalarga ma'lumlik, ziyorat degan gap vaqtliq turish degan gap. Ya'ni ziyoratga bordi degan gap, u yerda tug'ilib bordi degan gap emas. Ya'ni biz ziyorat qilib ko'rib yo'qlab yenib ketgili bordi degan gap. Masalan, hammalar bilamiz, masalan Saudiya Arabistonga ziyorat visidan kelgan odam ya turmaydi. Iqomat visidan kelmay, ziyorat visidan kelgan odam ya 3 oylik keladi, ya 1 yillik keladi, 2 yillik, undan ziyorat turmaydi, ketadi bu yerdan. Ziyorat visi deganlik yana bu yerda turish degan ko'rsatmaydi. Ya'ni yo'qlab ketish degan gap. Endi demak Alloh taolo bizga bir zurtum degan bir so'zni ishlatish orqali boshqa so'zni ishlatmay, biz intayin inchki bir ma'noni ifodalab beryapti. U bo'lsa Alloh taolo bizga oxiratning eng dastlabki manzilini eslatadi bizga. Ulam, qabri bo'lsa ulam, barzax olimi degan sizlarning oxiratning eng avvalgi manzilidir. Bu yerda sizlarda qabrga kelib bo'lgandan keyin yana tirilib chiqish bor. Sizlar qabrda kelib ishing tugamaydi, ulab ishing tugamaydi. Qabrga kelib ishing tugamaydi, qabrda vaqtliq tursa, undan keyin siz tirilib Alloh taolaning oldiga hisob bergilib borsa degan bunda bir inchki ma'noni. Agar mushu zurtum degan mushu so'zni qo'ymay, dakhaltum yo boshqa bir qabrga kelguchilarga sizlar dunyodagi mashg'uliyatdan to'xtamadinglar degan gapni ifodalaydi, lekin bunda inchki ma'no chiqmaydi boshqa so'zni qo'ygan bo'lsa. Demak Alloh taolo yana zurtum degan so'zni tanlashi intayin hikmatning alomati. Ya'ni biz Qur'oni Karimni tadabbur qilishimizning usullaridan biri Alloh taoloniki bu so'zlarni bu yerga tanlag'ini cho'qim bir hikmat bor buningda. Nimishqa boshqa so'zni tanlamay, bu so'zni tanlaydi deganni mushaqda tadabbur qilib o'yinish degan. Endi ikkinchi misolimiz bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo va taqaddas Ali Imron surasida Zakariya alayhisalomga Yahya alayhisalom bilan xo'sh bishorat berdi. Ya'ni Zakariya alayhisalom yashinib qolgan, ayoli tug'mas shunday holatida Yahya alayhisalom bilan xo'sh bishorat berdi. Alloh taolo bunday deydi. Zakariya alayhisalom deydiki, farishtalar qilib, biz sana Yahya ismli bir sayyid, intayin, hibbatlik, nihayet isil bir payg'ambar bilan xo'sh xabar bilamiz, oldin bishorat bilamiz deb Alloh taolo shunda farishtalar orqali shunda bishorat berganda Zakariya alayhisalom deydiki, qala robbi anna yakunu li g'ulam va qad balaghaniyal kibar va imraati aqir. Qala kazalika Allohu yaf'alu ma yasha. Ya'ni Zakariya alayhisalom shu xo'sh xabar bishoratni olgandan keyin deydiki, Parvardigorim, mening qandoqmi o'g'lim bo'lsin? Men Alloh qachon yashim bir yerga borib bo'lgan bo'lsa, yashim bir yerga yetib bo'lgan bo'lsa, mening ayolim tug'mas bo'lsa, ustiga. Degan vaqtida, shu vaqtida Alloh taolo deydiki, farishtalar qilib, kazalika Allohu yaf'alu ma yasha. Alloh taolo ana shuningdek Alloh taolo xolig'ini
qiladi. Hamda bizniki moyatdagi keltirgan misolimizning shohidi bo'lsa, ya'ni yaf'alu, ya'ni Alloh taolo xolig'ini qiladi dedi mana. Moyatda diqqat qiling. Xolig'ini qiladi dedi. Uni keyin bu oyatniki keyingi qismida Alloh taolo Maryam alayhissalomga İsa alayhissalom bilan xo'sh bishorat berib, oldin bishorat berib, biz İsa ismli bir payg'ambarni ato qilamiz, uningga mushukda hadida gap qiladi deb, uni bir muncha mo'jizalarini bayon qilib, bir muncha sifatlarni bayon qilib bo'lgandan keyin Maryam alayhissalom nima deydi? Qalat robbi anna yakunu li walad va lam yamsasni bashar. Qal kezalikallahu yakhluqu ma yasha. İza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Deydi Allah Teala. Yani Meryem Aleyhisselam İsa Aleyhisselam bilan xo'sh bishorat bergandan keyin qattiq hayron qilib deydiki, Parvardigorim, mening qandoqmi bolam bo'lsin? Meni inson qulamning uchun tutib boqmoqdisiz. İnson silab boqmoqdisiz meni. Degan vaqtida Alloh taolo farishtalar orqali deydiki, "Kezalikillahu yakhluqu ma yasha." Ana shuningdek Alloh taolo xolig'ini yaratadi. Xolig'ini yaratadi. Qachonki biror ishni qilmoqchi bo'lsa, biror ishni qilishga hukm qilsa, uningga faqat bo'ldi deydi bo'ladi. Bo'ldi deydi, orqadili bo'ladi. Endi oyatdagi bizning shohidimiz, dalilimiz bo'lsa, Alloh taolo oyatda Kezalikillahu yakhluqu ma yasha degan. Alloh xolig'ini yaratadi dedi. İsa alayhissalomning misolida xolig'ini yaratadi dedi. İlgirki Yahyo alayhissalomning misolida xolig'ini qiladi dedi. Nemish qishkinizga o'xshashdi Alloh taolo. Yaf'alu ma yasha demaydi. Nemish qishkinizga yakhluqu ma yasha demaydi. Nemish qaningga yaf'alu ma yasha, maningga yakhluqu ma yasha deydi. Bu aningga yaf'aluni tanlashdagi hikmat nima? Maningga yakhluquni tanlashdagi hikmat nima desa? Birinci holatda Zekeriya alayhissalomning ayoliniki tug'ish ishi bo'lsa, bu tabiiy tug'ut. Nimishqa? Barliq ish bu yerda Zekeriya alayhissalomniki Zekeriya alayhissalomning iborat bir er kishi bor, ayol kishi bor. Faqatla Zekeriya alayhissalomniki ayoli tug'ma sulab qolgan. Odatda tug'ma sulab qolgan odamningki saqib qolish ehtimolligimi bor, masalan. Yaşınıp qolgan odamning bolalar bo'lib qolish ehtimolligimi bor, masalan. Alloh taolo bu yerda Zekeriya alayhissalomning yaşınıp qolganiga qaramay, u ayolning tug'maslikka qaramay, tug'maslikka shifolik berib ham bu yerda tug'maslikdan iborat bir kasal illatini elib o'tib ham Alloh taolo bunga bola ato qildi. Buni Alloh taolo deb atadi, yaf'alu. Buni bir Alloh taolo xolig'ini qiladi deb. Buni bir qilish, harakat, faoliyat deb atadi bu yerda. Çünkü bir yerde sebep bo'lgan bola degan ota-onadan tug'iladi. Dadasimi bor, anasimi bor bu yerda. Fakat Alloh taolo uni tug'masini iborat qilishligiga shifolik qiladi. Shunday boshqalargami Alloh taolo tug'mas ayollarga bolani ato qilishi mumkin tabiiy ahvolda masalan. Ondan tug'mas ayollar doktorxonada davolansa Alloh taolo shifolik bilan saqlashi mumkin masalan. Shuning uchun buni yaf'alu deb atadi Alloh taolo. Yaf'alu degan gap ya'ni bu yerdagi gap ya'ni yaf'alu degan gap masalan yani ayollar, tug'mas ayollar yine davolansa masalan ki belki qonga o'zib qolishi mumkin degan gap chiqdi miyadamda. Yaf'alu degan gapdan. Endi Mau İsa alayhissalomning ishida cho'q deganda, İsa alayhissalomning ishi buni faqatla o'xshamaydi. Bu yerda yakhluqu degan Alloh taolo deb qo'ydi. Nimishqa? İsa alayhissalomningki tug'ilish voqeasi bo'lsa, bu butunlay aksicha Zekeriya alayhissalomning, Yahyo alayhissalomning tug'ilishiga qaraganda. Chunki bu yerda Meryem aleyhisselam ergi tegmagan. İli yo'q holatda İsa alayhissalomni tug'di. Buni bola degani ili yo'q holatda tug'ilishi bo'lsa, bu butunlay ilgirki yashinib qolgan axotni misol o'xshamaydi. Bu yerda aqanday bo'lsin, bir axotim bor. Bu yerda ayol bor, er yo'q. Bunda bo'lgandan keyin cho'q bu yerda Alloh taolo buni xuddi Odam alayhissalomni kun degancha tuproqni yaratib yani vujudga keltirgandek, vujudga keltirgandek İsa alayhissalomning vujudga keltirganchisi, vujudga keltirgan İsa alayhissalom, Maryam alayhissalomniki bola yotqizdi, vujudga kelgan Alloh taolaning kun degan bir amri bilan. Yani bu yarat Alloh taolaning yaratish degan so'zi ma'urunda intayin munosib, Alloh taolaning yaf'alu degan so'zi ma'urunda intayin munosib. Shuning uchun har bir o'rindagi
Allah Teala'nın her bir oyundaki sözlerini tanlashıniki hikmetleri intayin muhim. Bu Kur'an-ı Kerim'i tedabbür kılış bilen, tedabbür kılış uslubu bilen hani bu yollara yetkili bulun. Hem de üçüncü misalimiz olsa Allah Teala Sure Nisa'nınki 5. ayeti mi de deydi. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Allah Teala dedi ki, sizler yani akıllı taşımagan, akıllı sizlerge dengen mesela küçük bala, yetimler, pəlifətdir, dəldir, yəni aqlı cari kəmiyyət, aqlı tuşab olmagan, aqlı çanıqlı taşımagan, kiçik ballar degan, yetimlər degan məsələn, bulağa əmvalekum degan sizlərning mallarınlarını ulug' bermanglar. Yəni Allah Taala sizlərə onu başquruş, təsərrüfni qilishni sizlərə ata qilgan mallarınlarını ulug' bermanglar. Varzuquhum fiha degan, şu mallarda, o mallar emas, şu mallarda ularga rizq beringlar. Yəni şu mallardan nima qilib turib, foydalanib turib, bularni rizqini beringlar, ularga kiyim-kechak beringlar, ularga yaxshi chiroyli gapni danglar deb Allah Taala bunda deydi. Bu yerdagi bizning shohid dalilimiz وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ deb qo'ygan. Amvalakum degan ayet. Yani sizlarning yani aql toshmaganlarga mallaringlarni bermang, sizlarning mallaringlarni bermanglar deb aytadi Allah Taala. Anladın? Endi bu asli bu mallaringlarni degan gap. Bu yerdagi asli bu mal şu yerdagi şu aql toshmagan yetimlarning mali bu. Bu müvəssi yani uni yetimlarning maliga kipil bo'lgan aqlsizlarniki maliga kipil bo'lgan odamning mali emas, balki shu yetimlarning mali. Lekin Alloh taolo amvalakum deb malni kimga nisbat berib qo'ydi? Shu yetimga kipil bo'lgan odamga nisbat berib qo'ydi. Sizlarning malinglarni ularga tutqizmanglar deb. Nemishqa? Chunki yetimning maliga kipil bo'lgan odamning yetimning malini muhofazat qilib saqlab qolish uchun uni boshqarish huquqi bor. Boshqarish huquqi bor. Shu sababdan Alloh taolo mallaringlar deb qo'ydi. Endi xuddi Alloh taolo bunda chaqiriqni nima degandek bo'lyotdi, bizga bunda bir ifodani qilyotdi. Sizlar aqlsiz yetim, kichik narsizlarning mollarini ularga bermanglar. Nimishqa? Chunki agar ular mollari qo'liga berilsa, mollarini zoya qilib o'tishi mumkin. Ular aql bo'lmagandan keyin mollarini zoya qilib, bakarlarga sarf tugib o'tishi mumkin. Keyin pul mol lozim bo'lgan chaqda pul mol yo'q, o'tib qolishi mumkin. Shuning uchun sizlar yaxshi saqlab turinglar. Deb shunga sizlarning mollarini olsangiz, chunki bu mol sizlarning majburiyatinglar ostidagi mol, sizlarning mas'uliyatinglar ostidagi mol. Sizlar bu molni kepil bo'lish, saqlash sizlarningga yuklangan. Şoň bu mal sizning bilan uzunly mel saqlaganday saqlangan degan ma'noni chiqarib beryapti demaydi. Endi Alloh taolo unda keyingi oyatda deyapti. Şunun keyingi oyatda deydiki: "Va batalul yatama hatta iza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum." Yani Alloh taolo deydi, sizlar yetimlarni, yani sufaha degan nima edi? Yetim deb Alloh taolo tafsir qilyapti-da. Abi biz dedi qo'y, yani aqliga to'shmagan yetim kichik bola demakchi. Sizlar yetimlarni sinab boqinglar. Hatta onu taki onu nima gelsa, öyleniş yaşığı yatsa, xotnağıda öylengidey bolsa, agar ulardan bir aqliga kelganligini, rush degap, aqliga kelganligini to'g'ri o'tib, bunda bir o'zining ishini o'zi tef qiladigan bo'lganligini agar ko'rsanglar, ularga fadfa'u ilayhim amwalahum. Ularning mollarini beranglar dedi. Endi kimki oyatda Alloh taolo amwalahum deb qo'ydi. İlgirki oyatda amwalakum degan. Ma oyatda amwalahum dedi. Nima qilgan oyatda amwalahum demeydi degan uni tushunib bo'ldik. Endi ma oyatda tag'in ilgirki amwalakum deganki, ma'lum amwalakum so'mabdi, nima amwalahum deydi desa, bunun da sabab bor. Alloh taolo ilgirki oyatda amwalakum deganda biz yuqori so'zlab o'tgan sebepler için unutalgan edi o sözünü. Endi bu yerda amwalahum deb ularning mollarini degan gapni, yetimlarning mollarini qulga beringlar deyishdagi sebep bo'lsa, chunki ilgirkida amwalakum deyishning sababi ular aqliga to'shmaganlik uchun ularga meli bermaydi, melni ba'zi aqliga to'shmaganlik uchun. Keyingi deganda amwalahum deyishga sabab, chunki ularning bu aqlga to'shmaganlik degan bu sifat, bu illat yo'qoldi. Bu illat yo'qoldi. Chunki ular o'zining ishini o'zi qiladigan holatda bo'ldi. Unda bo'lganlik uchun bu mol asli egasiga qaytish kerak. Alloh taolo shu sababdan asli egasiga nisbat berdi. Amwalahum deb asli egasiga nisbat berdi.
ve bunun da yine Allah Teala bu mal asli ulanın meli, ulanın özünün asli egisi bolgan, malını asli egisi bolgan, egisiga qaytırыңlar dep mal kepil bolganlarga bir bişaret çıksa, yana bir taraftan endi bularniki buniki malını sizlarning kepil bo'lishinglarga sabab bularning aqlsizligi edi. Bular aql paydo bo'ldi, aqliga yetdi, aqliga to'shdi. Endi bu illat tugidi, sizlarning bularning miliga vakillik qilishinglar, kepil bo'lishinglarning hojati qolmadi. Shu asliga keltiringlar degan bunday ma'no chiqdi. Shu sababdan mana amvalahum deb qo'ydi, ilgirgida amvalakum deb qo'ydi. Mana bu Qur'on Karimning har bir so'zlariniki andan Qur'on Karim yadaqalının aldığı pek çok kere de bu alet. Demiş ki adam da depti ola. Demiş ki adam da depti. Hemen tarihini okşaş diye alsam aytkan bu to. Dep kalanlık ifadesi her bir uğrundan ki Qur'on Karim'den ki sözlerini ihtiyar kılış. A sözünü tallamayı, ma sözünü tallaş. Ma ikinci ayette okşup kalkan değil. Türk'te de bir ayette de almıştık ba. Demiş ki uğrun okşumaydı. Sebep okşumaydı. Vaziyetler okşumaydı. Hem bunun hikmetler mi okşumaydı. Bunu biliş için biz sözlerini mıydı? Söz Allah Teala ma ayette ma sözünü tallaptı nima uchun talladı degan hikmatni tadabbur qilib o'ylash orqali, tadabbur qilish uslubi orqali, tadabbur qilish usuli orqali buni biz bilalaymiz. Alloh taolo hammamizni Qur'oni Karimni so'zliklarini Alloh taolo nima uchun bundan so'zlagan tanlaganligini bizga tadabbur qilib o'ylab yetalaydigan bandani qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.